Hozirgi kunda Yashnobod tumanida 30 ming, 35 ming, qatlardir 40 ming, hattoki 45 mingdan sotiga sotilayotgan bir paytda Yashnobod tumani Murabbiylar ko'chasida 2-liniyada katta yo'lning yuzidan 20 metr masofada joylashgan ikkita tomoni ariq yashil hududlardan iborat 701 sotuvga ega joyimizni narxi 21.500 belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladi. Ichki obzorni birga ko'rib chiqamiz. Akmal Baludan 5 minutlik masofada joylashgan ushbu joyimizni atrofiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, maktab, bog'cha, infratuzilma eng zo'r fishkalardan biri yashil hududlardan tashkil topgan joyimizni fasadiga to'xtaladigan bo'lsak, 13 metrdan iborat. Xonadonimizga kirib kelishingiz, naq 4 ta mashinaga mo'ljallangan Viezga ko'zingiz tushadi. Imoratimizga to'xtaladigan bo'lsa, 2010-yilda barpo qilingan, полностью pishug'ishdan solingan paltarashka xonadonimiz, 2 ta vxodi bor va undan tashqari 4 ta xonadan iborat, отдельный oshxona va alohida o'zini kattenlik xonalari qilingan. To'g'ri burchak maydonga ega yashil hududlarimiz juda ham go'zal, shinam, fayzli xonadonimiz va hovlimizning oxirida o'ng qo'limizda yana bitta уборный xonamiz mavjud. Endi bo'lsa sizlarga eng zo'r fishkasiga to'xtalamiz. Xonadonimizni bonusli nuqtasiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, yana bir sotuv maydonga ega samozahvati ham mavjud. Buni privatizatsiya qilib olish imkoniyatlari ham bor. Milliy gvardiyamizni labida joylashgan oilalardan bexavotir istiqomat qilsanglar bo'ladi. Yana eng zo'r fishkasi, ikkita xonadonga bo'lib, bemalol sotsanglar bo'ladi, chunki bu yoq tarafdan yana bitta trassa tushish ehtimoli bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Boya aytganimdek, narxi 21.500. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar.